Assalomu alaykum, hurmatli Tunikafon Center kanalini ashaddiy muxlislari. Xo'p, do'stlar, bu joyda men nafaqat Tunikafonni sizlarga bu Doruza ham vobshe turetskiy Doruza deb qo'yagan mana. Vobshe shikolat bo'lgan ekan. Narxini eshitsanglar qo'rqib ketasizlar. Tayyor bo'lib turinglar. 200 ming so'm ekan, 20 million so'mga mana Doruza tayyor bo'lgan ekan. Endi biz shuncha Tunikafon qilib harakat qilsak ham 20 millionga borgizolmayapmiz. Mana ko'chalar bo'ldi. Doruzaxonalar bo'ldi mana. Shuncha joylarni qilsak ham 20 millionga olib borolmayapmiz. Doruzaxonani ko'rishlar mumkin, juda ham ideal holatda chiqqan. Ichkari tomon shapkamiz. Do'stlar, ichkari tomonda bu tomonda xori borligini hisobiga peshanasini kattaroq qilganmiz. Eng skromniy modasi o'lmaydigan fasollarimizdan bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin. Tarnovlarni ham qo'yib beryapmiz. Do'stlar, Tunikafonni kvadrati 135 ming so'mdan, ketgan materialni kvadratiga hisoblanadi. Tarnovlarni esa 55 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Xo'p. Ko'cha shapkamizni olish neudobniroq ekan. Ustalarimiz lesalar suryapti, ishni yakunlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, endi ko'chani mana bunday qilib olishga qaror qildik. Telefonimizni yaqinlashtiryapmiz mana. Menimcha xudo xolasa sifatini ko'ryapsizlar. Juda ideal holatda, xudo xolasa yakuniga yetkazib berilmoqda.